Xotan Qashtishi tarixdan buyon Xitoy o'lkalarida harbiy yurtning ajoyibotlari qatorida a'tivolanib kelgan bo'lib, Qashtishiga bo'lgan ehtiyojning eshishiga ergishib, Qashtish qizish bag'ansiri minglagan kishilarni chaqmoq tezligida beyishning yangi yo'li qatorida o'ziga jalb qilib kelganligi ma'lum. Шуның белән бергә бу сахәдә көплегән трагедиялык кризислар һәр сахәнең зур диqqәтен кузгап келмәктә. Илгәре Хытай даирләре Хотанны Каштишини калаймакан кезишин чекләш буйрукларын чакалаган булсымы, Yorunqash ва башка дарья сайылларда Каштишини канунсыз ва калаймакан кезиш яныла дәвам кылып килгән. Natijada Xotanni yalğız Qashtishi bayligi bilan emas, muhimi hayotlik suyi bilan ta'minlab kelayotgan Yorunqash daryosi tezla Xotan viloyatida kalkun ofatining manbasiga aylanib qolgan. Xotan viloyati va Xotan shahridagi munosabatli doiralar bu navbat 2-oy kirishi bilan buni tuzashga tadbir elish uchun orqa-orqadan cheklash buyrug'i e'lon qilgan. Qizilma bayliq davlat egidarligida bo'ladi. Xotan Qashtishi qo'mishag'il qatorliq tabiiy bayliqlar davlat egidarligida bo'ladi. Mahiya dərəcəlikdən yuqori təbii baylıq tarmaqlarının təsdiqini almay turub, hər qandaq o'rin ijtimoiy tashkilot va shaxsning Xotan Qashtishiga qo'mishag'il qatorliqlarni qonunsiz o'z oldiga qazishi, egilib va buzish qilmishi ma'lum qilingan. Vaqtdagi uqtirishlarda Qashtishini qonunsiz qo'llashga zarba berishda texnik qattiq tadbir qo'llanganligini va qurolli saqchi avatib bir necha muhim kon o'rnini yaqindan qo'g'daydiganligi ta'kidlangan. Eskartilishicha, bu tadbirlar hukumatning Xotan Qashtishi qezishdagi qalaymaqonchilikni tuzashdagi qat'iy irodasi va kuchli tirishchanligini namoyon qiladi ekan. Halbuki Douyin qatorliq ijtimoiy taraqqulardagi videolardan doirlarning bu navbat cheklimi e'lon qilishi mohiyatda yanala Uyg'ur elidagi daryolardan Qashtish terib bir kundala boy bo'lib ketish havisidagi Qashtishi ovchilarini rag'batlantirish bo'layotganligi ma'lum. Yaqin kunlarda Xotanga yetib kelgan Xitoylarning Douyinda tarqatgan bir videosida ularning Yorunqash daryo sahilida Qashtish qizish cheklandi degan cho'ng qizil xatlik ogohlantirishlarga pisand qilmay, hatto shu xil ogohlantirish taxtalari qo'yilgan joyning o'zidagi to'siqlardan atlab o'tib, soyilga kirayotganligi va xohlagancha tosh terayotganligida qilmishlari oshkorlanadi. 不容易，又翻护栏又跨小河。我们去前面那里很多人在挖。 Xitoydagi Qashtishi savdosi to'rsiplarida ba'zilarning qayd qilishicha, Xitoy hukumatı 2014-yili Qashtishi boyligini qalaymaqon etishni qattiq cheklash buyrug'i e'lon qilgandimi, oliy darajalik Qashtishi materiallarining bahosining shiddat bilan o'sishini keltirib chiqargan. Shunga to'rlarda etish cheklangandan keyin Xotan Qashtishining bahosi o'rlandi degandek munozirlar qizib ketgan. Bu qitimqi cheklash tadbirining chiqishi Xitoy xazina ovchilarining tezlikda Xotanga qarab eqishini rag'batlantirayotgan bo'lib, ba'zilari hozir Yorunqashdan qosh tepish undaq oson emas deyishgan. Yana ba'zilar bo'lsa, qosh tepishi uchirmagan taqdirdimi shu bahonada Xotanga berib makonlashishining yanada yaxshi fursatlar bilan ta'minlaydiganligini ta'kidlagan. Bu haqdagi yozmalarning birida balkim dal mushu go'har Yorunqash daryosini sonsizlagan kishilarning qalbidagi tush makoniga aylantirishi mumkin deyilgan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy ijtimoiy taratqularda yaqindan buyon Yorunqash daryosi Xitoydagi eng qimmat daryo deb tashviq qilinmoqda. 随便捡一块玉都能够价值100万。这里就是永隆卡氏河和田玉饲料的发源地。拍卖会上那些价值100万、1000万甚至过亿的和田玉饲料，全部都来自于这里。后来捡的人多了，玉也就少了。 Növbətdə Xotandan tepilgan esil taşlarning turi 72 xilga, buning ichida Qashtishining turilar 44 xilga yetadi. Bo'libmi Yorunqash daryosidan chiqadigan oliy darajalik suzuk oq tashi, yeshil Qashtishi va qora Qashtishi boyligi navbatda go'harga aylanmoqda. Shuningmi mayli tarixiy qimmat yoki iqtisodiy qimmat nuqtasidan bo'lsin, Yorunqash daryosi oz uchraydigan xazina hisoblanadi. Tarixiy materiallarga asoslanganda Xotan Qashtishi rodisining tarixi 8000 yillar atrofida bo'lib, Xotan xalqi Qashtishini kundalik turmush buyumlari va ativorliq zibu zinnat sifatida ishlatgan. Shundaqla qimmatli buyum sifatida savdo yo'llari orqali Xitoy tavasiga hamda boshqa ellarga to'shigan.
Qash tishi savdosi Ipak yo'lidanmi burun boshlangan bo'lib, Xotan qash tishining rasmiy qazilish tarixi oz degandimi 5000 yil atrofida ekan. Albuki, qayta hosil bo'lmaydigan qash tishi yaqinqi 20 yil mobaynida ziyoda qizish va qalaymaqon ko'lash sababidan cho'nqur ko'limig'icha topqili bo'lmaydigan holatga kelib qolgan. Daryo soyili og'ir buzg'unchilikqa uchrab, Xotan viloyatining muhitiga buzg'unchilik elib kelmoqda ekan. Əməliyyatda qayta hasil bo'lmaydigan boyliq bo'lish sifati bilan Xotan qash tishining oz uchraydiganligi allaqachon oydinlashgan va bahoning o'sishi muqarrar yuzlanishga aylangan. Hukumatning yangi cheklamasi bo'lsa, shu sababdan bu yuzlanishni belgilik darajada tezlatgan. Bozor nuqtasidan qaraganda, nurg'un kishilar bu xil yuzlanishni Xotandagi yerlik tashkilotchilarga foydali bo'ladi deb o'ylashi mumkin. Ammo hozir yerlik Uyg'urlar o'z tuprog'idagi qash tishini qo'llab foydalanish u yoqda tursin, bu guharga qo'li yetmas holga kelgan. Turkiyada yashayotgan Uyg'urlardan Sharqiy Turkiston Uyg'ur kishilik huquq kuzatish tashkilotining bosh kotibi Abdul Ahad Odun Xotanda tug'ilib o'sgan. Uning Xotandagi urug' tuqqanlari bir qancha avlod toshchilik, ya'ni qash tishi savdosi bilan shug'ullangan bo'lg'achqa, o'zining Xotan qash tishi boyligini etishning ilgirki va hozirgi ahvollaridan xabardor ekanligini bildirdi. Yo'run qash daryasi ham o'zbek cho'ng ichimlik suv manbeyimizga keldi. Ana keyin Xotanni ishga bo'lib o'tdi. Bu mayli shu dehqonchilikdagi sug'urish ishlari bo'lsin, o'zimizning ichimlik suvlari bo'lsin. Qash tishining manbei Asha. Ikkisilida burunqidek bunda go'rijak, kichik joto naslida qizishdi. Cho'ng tipliqligi, to'pishtirish mashinasi, suv mashinasi deydigan ashna. Ekskavator deydigan shunday narsalardan qizib, mashinalashgan holatda qizish ishlari shu 2005 yildan boshlandi. Yerliklarning zaten Xotanlikniki Uyg'urlarning soni jiqilish sababi bilan bu igilikni qilayotganlar asosan Uyg'urlardi. Xitoylarga chibak ba'zi shunday cho'ng baylar o'zining munosabati buni deb foydalanib, Munchilik ya'ni qizidan ruxsat degan narsa yana shu hukumat tomonidan aylanadigan bo'lg'achqa shu yerlikka AQSh berib rishvat narsalar bilan ana keyin qizish huquqini qo'lga keltirib olganlar, bak cho'ng baylar, boshqalar shuning keyiniga sherik bo'lib, yoki bo'lmasa uskuni setib olib deganlar shunday qiladi. 2010lardan keyin xohlagancha kirib go'rjakni ko'tarib kirib, u qazg'anlarni bak sonimiz qolmagan, unda bak cheklimi yo'qdi, lekin ma bu ko'lamli qizishni 2010lardan boshlab rasmiy bunda ruxsat olmasa qazg'il olmaydigan shu narsalar bir holat shakllangan. Uning tushuntirishicha, Xotan qash tishi egizligi 3500 metrdan oshadigan qurum teg'idagi toshlardan paydo bo'lgan. Bu toshlar tadrijiy holda Xotan qash tishiga taraq qilib, qayta hosil bo'lmaydigan qimmatli boyliqqa aylandi. Qash tishining donqini anglab yetib kelgan Xitoy savdogarlarining ko'payishi bilan yerlik Uyg'urlar uni tadrijiy holda kichik ko'lamda tezib sotadigan bir igilikka aylantirgan va maxsus qash tishi bozorlarini paydo qilgan. Halbuki 2000-yillardan keyin Xitoy ko'chmanlarining ig'ir tezish mashinalari va saymonlar bilan keng ko'lamlik va haddidan ziyoda tezish qilmishlari sohillardan terib olib bo'ladigan qash tishini cho'nqur qazmig'icha topqili bo'lmaydigan holga elib kelgan. Xotan qash tishi manbasidan xo'rash krizisiga duch kelish bilan tang Xotandagi odam va jonliqlarning hayotlik suv manbasi bo'lgan Yo'runqash daryosining ekologik muhitini ig'ir buzg'unchilikqa duchor qilgan. Qash tishimi shu qayta hosil bo'lmaydigan boyliqlarimiz. Chunki qash tishining shakllanish jarayoni qarasimi, necha yuz yillik, hatto necha ming yillik bir tabiiy o'zgarishlardan rangining, shaklining har xil bo'lishida buningki. Nurg'un tabiiy taraqqiyotningki mahsuli sifatida chiqqan narsa. Qaytadan hosil bo'lmaydigan bir boyliq. Cho'ng kuchli uskunalardan qizishi degandan qaraganda, demak ayadimi qonimizda ozlash bo'lganligini taxmin qilish tez emas. Ilgirki xabar materiallarga qaraganda 2007 oktabrda Xitoy Yer va Boylik ministerligi Xotan qash tishini qazishni cheklagan. Buningga Xotanning Yo'runqash daryosi atrofiga to'plangan 20 ming Xitoy ishchining qash tishi izlash uchun tabiatga selayotgan ziyonkashligi dunyo matbuotlarida oshkorlanganligi, shundaqli muhit mutaxassislarining ogohlantirishi sabab bo'lgan. Birinchi darajali Xotan qash tishi bahsi shu qitimliq cheklashdan keyin har grammi 10 ming so'm, taxminan 1380 Amerika dollari o'rlagan ekan.
Bo'libmi 2008 yildagi Beijing Olimpik musobaqasida qimmatli xotan qashdishini Olimpik medaliga o'rnatish qaror qilingandan keyin aslida xo'rab ketayotgan qashdishi manbalari yana bir qitim asabiylarcha qo'llangan. Abdul Ahad Udunning qarishicha amdilikda Xitoy hukumatining qashdishi qezishni boshqarish tadbirlarini qo'llanishga boshlaganligi qandaqdir qashdishi boyligini va boylik manbasi bo'lgan Yo'rinqash daryosini qo'g'dashni maqsad qilmaydi ekan. Bence şu kızış işlerinin bütünlüğü Xitayning qo'liga sal o'tishini saqlash, yani kendidan Uyg'urlarning kirim manbai yoki ish manbaini yana tag'imi bir qadam ilgilgan asosda uzib tashlash deb o'ylayman. Xitoy Turkiston ishg'ol qilgandan keyingi eng chong siyosatlarining birisi shu shartlarda Xitoy ko'chmanlarini ya zo'rlab yo bo'lmasa turib shaklda akilashimiz bo'lgan. Xinjiangning vaziyati muqim, Xinjiangda boylik jiq, hatto xudun mevkilerimiz degende karşılarını bilirler. Xitoyni qiziqtirish uchun shuni qilib o'tadi. Lekin cheklash ishi bo'lsa, yana achibroqlar. Bu cheklash shu Uyg'urlarga yaraydi. Agar bir Xitoy shuna azilgan ruxsat bunimini Uyg'ur qaraganda tezroq ham asaraq alalaydi. Keyin siyosatninki Xitoyga bo'lganligini olsa. Chunki mayli ma'mur qilganchilik evga chiqqan yillarda bo'lsin, mayli burunqi nisbatan azadi vaqtlar bo'lsin. Asosan shu qo'llab chiqarish ishlari Uyg'urlarning qo'lida edi. Mushuni endi tamamen kulağın yivalımız elde sağlayınız vermeyimiz diyeninin ki pardon işlep qaradım. Xitoy doiralarining bu navbat ilgirkidanmi keskin tadbir qo'llanib qonunsiz qezishga zarba bermoqchi bo'lganligiga qarata Xitoy to'rbatlaridagi inkaslarda ba'zi sayohat shirkatlari hamda savdo to'rlarining hamda bu cheklimani savdo fursatiga aylantirishga urinayotganligi tilga ilinadi. Shu xildagi inkaslarning birida kelgusida qon etishini cheklash normal holatga aylanib, xotan qashtishining ishlab chiqarilishi tadrijiy tuvallaydi. Shunglashqa siz yaxshi ko'radigan xotan qashtishi xazinasini uchirtish fursatiga erishsangiz, cho'qim qat'iylik bilan harakat qilishingiz kerak. Kelgusida uni tepish tez degandek chaqiriqlar ko'zga chiliqdi. Yo'rinqash daryosidan chiqayotgan xotan qashtishi qashtashlarining eng esil turlaridan bo'lib alayda e'tiborlanadi. Bo'libmi Xitoyda xotan tashlarining qimmati alayda yuqori hisoblanadi. Cheklik bo'lgan bu bebaho guhar qashtishiga erishish uchun og'ir bedellar to'lanmoqda. Xitoy doiralari bu qitim xotan qashtish chiqadigan Yo'rinqash daryosining qalaymaqan tezish tufayli og'ir buzg'unchilikka uchrash masalasini tuzash uchun qashtishi boyligini qalaymaqan va qonunsiz qezishga qattiq zarba berishda qurolli soqchilarni ishga selib qashtish qezish rayonida ko'chma tekshirish punktlarini qurib qonunsiz qashtishi qazg'uvchilarni jazolash tadbirlarini kuchaytirganligini e'lon qilgan edi. Xitoy doiralarining xotan qashdishini qonunsiz qezishga zarba berishni kuchaytirishi, qalaymaqan qazg'uvchilar keltirib chiqarayotgan muhit buzg'unchiligini tuzmoqchi bo'lishi yerlik xalqqa foydali bo'ladi deb o'ylab qilinishi mumkin. Holbuki, oilasidagilar bir qancha avlod toshchilik bilan shug'ullangan hozir Turkiyadagi Sharqiy Turkiston kishilik huquqni kuzatish jamiyatining bosh kotibi Abdul Ahad Udun bo'lsa, buning faqat qashdishi boyligining Uyg'urlarning qo'lidan rasmiy shaklda tartib elindiganligidan derak berdiganligini o'tirg'a qo'ygan edi. Xotanda tug'ilib o'sgan Abdul Ahad Udunning o'zi shahid bo'lganlari asosida tushuntirishicha, Xotanning Guhri atalgan qashtishining danqini anglab kelgan Xitoylarning ko'payishi bilan 90-yillardan boshlab qashtishi Xotan diyoridagi Uyg'ur xalqining beyishiga sabab bo'lgan bo'lsa, holbuki 2000-yillardan keyin orqa ishik Parxo'rliqqa ko'ngan yerli Xitoy hukumat amaldorlarining naf elishi orqasida Yo'rinqash daryosida Xitoy ko'chmanlarining og'ir tipli tezish mashinalari va saymonlar bilan keng ko'lamda haddidan ziyoda asabiylarcha tezishi boshlanib, uzun yillar davomlashgan. Bu muhitni og'ir darajada buzgan. Bir alqanchilik taşının milyonlarga yaratışılganligini o'ylab bakkan işlemez. Keyin şu 90-yillardan keyin bular 2000-yildan başlab buning Xitoylar shunda şokunurgan ishlar bir muqaddaslaştırib, uni pisiya deb bilgan. Shu bizning kelimi taşni yig'ilsa shular satatdi. Xitoyda ba'zi texnikani bilib bo'lganlik sababli asosan shu ham qaytishini elibla Xitoyga setish. Shu bizning Uyg'urlar ama keyingi qizish ishlarida Xitoy tartibsiz elpilganlik tufayli mesela qo'lgan keyin
Onun topusunu joyiga ketkizib, mashina yerga tiqib qo'yib, qo'lgandan keyin yana tuproq qatlami bo'shab ketib degandek ular ya'niki eqish yo'linishi surati degan narsalarda jiqmida. Oldin ko'gil olmaydigan xatarlar kelib chiqqandan keyin u kelkin tizginlash ishlarimi ta'sirlishi mashinaligi. Kiyilida shunaqa bo'lib ketib ekan. Yo'lqash daryosidan kesib o'tadigan jiya yo'lqash undan keyin tavakkul tarafda yezi bor. Mushu yezlardan cho'ng ko'lamda kesib o'tadi bu daryo. Shunday qilib kelkin tizginlaydigan degandek ashuna nimalarga bizning Uyg'urlarni majbur shuna emgaklar manchi kun o'stan chopadigan ishlaysiz deb ashuna qilgan ishlar bordi. Abdul Ahadning qarashicha, endilikda Xitoy hukumatining qashtish qazishni boshqarish tadbirlarini qo'llanishga boshlaganligi qashtishi boyligini va yoki boylik manbasi bo'lgan Yo'ronqash daryosini qo'g'dashni maqsad qilmaydi ekan. Bu faqat qashtishi boyligining Uyg'urlarning qo'lidan rasmiy shaklda tortib olinganligidan derak berar ekan. Abdul Ahad Udunning bildirishiga qaraganda 2014-yili qashtish qazishni qattiq cheklash tadbiri qayta kuchaytirilgan bir vaqtda yerlik Uyg'ur qashtish savdogarlari va qashtish savdosida tafovut bolalarning hammasi nishonga ilingan va egiligi tortib olinishga boshlagan. Uyg'ur qashtishi savdogarlarining bostirish, qonunsiz qo'lga olish, lagerlarga solash, erkak qirg'inchilik siyosati boshlanganda eng yuqori pallaga chiqqan. Eng cho'ng toshchidan ikkisi, birisi Eliyajim Xo'roz deydigan biri. U odam boshda tutilib ketdi 2014. Yana biri bilan Akbar Ajim Davlu deb qo'ygan. Akbar Davlu deganmi Xotandagi tosh so'zida beyib eng cho'ng halqi o'ltiroq rayonlarini sağan, cho'ng 5 yıldızlık mehmonxonani sağan shunday bir odam. Shunimi 2016 tutib kirib ketgan 25 yillik. Masalan, shunday Xitoylik keyin uni shu terrorizmning manbasini, iqtisodiy manbasini shu toshdan olgan degan tuhmatni chopladi. Abdul Ahad Udun misal algandek 2016-yildan buyangi irqiy qirg'inchilik jarayonida Uyg'ur qashtishi savdosida beyigan baylar Xitoy doiralarining yo'qotish nishoniga ilinib, terrorchi, dinniy oshqun degandek tuhmatlar bilan ziyonkashlikka uchirgan bo'lsa, ularning egiligi va yaratgan kapitali Uyg'ur elidagi terrorliklarning asosli kapitali degandek qaralashlar bilan butunlay musodir qilingan ekan. Hozir bo'lsa, Xotanning go'hir bo'lgan qashtishi boyligini qezishdan tortib, uni sanoatlashtirish, yakka ham ko'lamlik setish butunlay Xitoylarning qo'liga o'tgan bir holatga kelgan. 22 fevral Anqarada Sharq Turkiston kishilik huquqni kuzatish jamiyati Majburiy emgak va Sharq Turkiston bolalar emgagi nomli Yershari ayol advokatlar adolat munbiri bilan hamkorlashib tayyorlagan ikki dokladni e'lon qilish murosimi o'tkazgan edi. Abdul Ahad Udun bu dokladlardimi dal Xotan qashtishining hozir Uyg'ur majburiy emgigi badaliga qizilayotganligi va irqiy qirg'inchilik jarayonida boy Xotan tashchilarining bostirish nishoni qilinganligi qatorliq mazmunlarni o'rin olganligini sharhlab o'tdi. Majburiy emgakniki ifodalarimizni shunday majburiy hasha degan nomda. Ana birisi shu kamplardagi ishlab chiqarish o'rinlarida keyin ishlarimizni eshinchanlik kuchida ishkirliga boshqa zavodlarga olib Darvaqa radiomiz muxbirlarining 2016-yildan buyon Xotandan egallagan ma'lumotlardan bu xil cheklash harakatlari jarayonida Xitoy doiralarining amaliyotda yerlik Uyg'ur qashtishi savdogarlari va ularning egiligini vayron qilib, qashtishi savdosidan Uyg'urlarni siqib chiqarishga boshlaganligi oshkorlangan edi. Misol elib o'tishga tegishli shuki, qashtishi savdosi sohasidagi tonilgan boy jamiyatda Ali Xo'roz degan nom bilan tonilgan korxonchi Xinjiang qashtishi o'yimlik shirkatining bosh direktori Ali Abdullahning muddatsiz qamoqqa hukm qilinganligi belgilangan edi. Ali Abdullahning tutqun qilinishi 2016-yilning o'ttiri va oxirlari jamiyat xabarlarida nihoyat tez va keng turda tarqalgan edi. Radiomiz muxbirlari 2019-yil 12 oyda qo'lga tushirgan bir sud hukmnomasida qashtishi savdogari Ali Abdullah bilan birlikda uning 3 qarindoshi va bir qiyin inisining 20 yillikdan kesib etilganligi qayd qilingan. Muxbirimizning aniqlashlari davomida Ali Xo'roz Abdullahning jamiyati va kichik xizmatchilaridan 52 kishining qamoqda ekanligi dalillangan edi. Xitoy doiralari Uyg'ur sarqinlariga qaratgan cho'ng tutqunni boshlash oldida Wang Dahao ismli bir Xitoy analizchi Sumruq to'rida
Terrorlikning kapital manbasi Xotan Qashtishi nomli maqola e'lon qilib, hech qanday pakit ko'rsatmay turib, Uyg'ur Qashtishi savdogarlari allaqachon bo'lgunchilar, diniy asabiychilar va terrorchilarning kapital yig'adigan obyektiga aylanib bo'ldi deb yozgan. Xitoy G'arbiy qism chegara bexatarligi tadqiqot markazining atalmish alohida taklifli tadqiqotchisi Wang Dahao maqolasida Qashtishi savdosi bilan shug'ullanadigan Uyg'ur savdogarlari Uyg'urlar ichidagi eng boy qatlam hisoblanadi. Uyg'urlar ichida boylarning soni ko'paysa, uch xil kuchlarning erishadigan iqtisodiy yordam manbasi texmi ko'paydi. Buzg'unchilik kuchi texmi zo'raydi deganlarni o'ttirg'a qo'ygan bo'lib, ayni chog'da bu Uyg'ur Qashtishi savdogarlarining nishonga ilindiganligidek shumliqning oldin bisharti sifatida Uyg'urlar orasida endish qo'zg'agan edi. Xotan Qashtishi savdogarlarining irqiy qirg'inchilik siyosati davomida yuqorqidek qaralashlar bilan og'ir jazolarga uchrab kelmoqda. Xitoyninki o'sha cho'ng boylig'iga hujum qilishininki eng chong sabablarining birisi Uyg'urlar o'zining xalqini unutib qolmaydi. Xotanninki shu iqtisodninki yuksalishi Uyg'urlarning bilan azolibet cho'ng bo'lgan. Shu tashkilot demdi. Azazdan paydasim so'mimiz yuqori olgan tapqan puliga oliy maktablarga nurg'un kitoblarni ya'ni qilgan Uyg'ur bolalarni o'qitishni tugagan masjid sog'an zavodlar bo'lsin, karxanalarning hammasini shu tashkilot mablag' bilan qo'llab shunaqa. Xitoylar tarqatgan ijtimoiy taratquv videolarga qaraydigan bo'lsak, Yo'runqash daryosi sohilida minglagan kishilar daryodan Qashtish suzayotganligini ko'rgili bo'ldi. Ba'zi ko'rinishlarda Xotan Yo'runqash daryosi sohilida tosh terayotgan Xitoylarning sayohatchi va ya kay ko'lamda qizish fursatiga ega qilinayotgan Xitoy Qashtishi korxonalarining qo'lida tosh izlash uchun yollanma ishlayotgan yerlik Uyg'urlar ekanligi ifodalandi. 挖出来高货啊，挖出来咱们这个品质好一点的合建议，是不是？人多力量大啊，这样的话呢，出货的几率就比较大。这几个阿拉西是不是？周围好多啊，坑也多啊，每个坑都有主的，谁挖谁的坑啊，挖是不是？你不是说随便挖的。Xotan viloyati Xitoy hukumatining kasbiy mahorat bilan tarbiyalash va ishlik oldida ish o'rinlashtirish nomidagi majburiy emgak turlari eng ko'p yo'lga qo'yilgan joylarning biri bo'lib, ilgari bir Xitoyning nazoratchiligida yukinib o'ltirib tosh ichidan Qashtishi ilg'abatgan Uyg'ur ayollarining sin ko'rinishi ijtimoiy taratqularda tarqalib kuchli diqqat qo'zg'agan edi. Xitoy xabarlar to'rining bultur 31-oktyabr kuni tarqatgan bir xabarda Xotan viloyatida elib berilgan Qashtishi o'yimsi musobaqasi qatnashtirilgan asarlarning Xotandagi 3 kasbiy tarbiyalash markazidagi o'quvchilar tarafidan yasalganligi bayon qilinishi diqqat qo'zg'agan edi. Kasbiy tarbiyalash deb atalgan bu joylarning amaliyotda Uyg'urlar arzon bahoda majburiy emgakka silinayotgan o'rin bo'lishi mumkinligi haqidagi gumonlarni o'tirg'a chiqargan edi. Abdul Ahad Udumning aytishicha, doirlar Xotandagi yaqinqi 10 yil mobaynida yerlik Uyg'urlarning daryo sohillarida tosh qazishini cheklagandan keyin hukumat vositasi bilan bu Qashtishini qazish va ichish butunlay Xitoy shirkatlari hamda savdogarlarning qo'liga o'tmoqda ekan. Yerlik Uyg'ur xalqi o'z tuproqidagi bu guharlarga qo'li yetmas holga kelgan. Xotan Qashtishining manbasi bo'lganligi uchun dunyodagi eng qimmat daryo deb ta'riflangan Yo'runqash daryosi bo'yida yashab kelayotgan Uyg'urlar faqatla shu Xitoy Qashtishi savdogarlari shirkatlarga yollanma bo'lib ishlab jon beqishga majbur bo'lmoqda ekan. Gulchehra tayyorladi. Diqqat berganingizga rahmat.